Bir payt Instagram ko'rib o'tirgandim. Chorsuning o'sha mashhur bozorxonam oldimdan chiqib qoldik. Hozir Toshkentga bora olmayman. Shuning uchun uy sharoitida birga bir o'xshaydigan retsepti bilan bo'lishaman. Qatiqni xamir olamiz. Kartoshkani esa xohlaylar qirg'ichdan chiqaringlar, xohlaylar mayda qilib to'g'rab olinglar. Endi esa o'sha mashhur sosini tayyorlaymiz. Piyozimizni tillarni bo'lgunigacha qovurib olamiz. Pomidorni ham solib, yaxshilab qovurib bo'lgandan keyin esa tuz, murch solib, tomat solib, yana birroq qovuramiz. Shunaqa ko'proq tomat solinadi qizlar, lekin taxir bo'lib ketgan. Siri esa xosavorga novot. To'g'ri eshitdinglar, novot solib yana ozroq quyilgunigacha qaynatamiz. Ideal sosimiz tayyor. Endi esa xamirlarimizni videoda ko'rsatilganday yupqa qilib yoyamiz. Toshkentliklarga bozorxonim yangilik emas. Lekin mana navoiylik auditoriyam uchun deb ko'rganlar bormi? Sizlarga yoqqanmi yoki yoqmaganmi kommentariyada yozib ketinglar. Nachinkasi uchun kartoshka, piyoz, yog', tuz, murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Yemasa versiyalar ham bo'ladi xohishga ko'ra, lekin men imini Chorsu xonimiga birga bir o'xshasin deb solmadim. Versiyalar ham o'zi shundoq ham mazali bo'ladi. Uylarda go'shti kelib qolganda variant qizlar. Men bozorxonimga 2 xil tugilishini ko'rganman. Birinchisi mana shunaqa to'rtburchak oddiy qilib qo'yamiz. Ikkinchisi esa xuddi mantidek bo'ladi. Xonimlarimiz 35-40 minutga pishirganini jo'natamiz. Xonimlarimiz pishib chiqdi, dasturxonga tortishga shoshilmaymiz. Birorta tog'aramizga shunaqa paket kiydiramiz. Bir qator xonimlarni teramiz, ustidan esa o'sha sosini quyamiz. Xonimlarimiz tugagungacha mana shunaqa ustma-ust qo'yib, yaxshilab soslardan quyib chiqamiz. Xonimlarimiz ham, sosimiz ham issiqqina bo'lishi kerak. Hammasini ustma-ust yig'ib bo'lganimizdan keyin esa og'zini yopib, yarim soatga xona haroratida olib qo'yamiz. Shunda soslari bir-biriga o'tib, juda ham mazali bo'ladi. Yarim soat o'tdi. Endi esa xonimlarimizni bemalol yesak bo'ladi. Bir xil xonim mantilardan zerikkan bo'lsanglar, tayyorlab ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Xohishga ko'ra ustiga piyozlar qo'yib dasturxonga tortsalar bo'ladi. Mazasi esa o'sha Chorsuning bozorxonimi bilan bir xil bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa like bosinglar, qizgan vaqtinglarga esa rozi bo'linglar.